Boeing tarixini tushunishimiz uchun aviatsiyani boshiga qaytishimizga to'g'ri keladi. Aynan 20-asrlarning boshlarida ko'pchilik uchishga harakat qiladi, orzu qiladi, tajriba qiladi. Kerak bo'lsa qal'aning ustidan ham sakrashga tayyor bo'lishgan. Lekin hozir biz aynan dvigatelga ega bo'lgan samolyotlar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik dvigatelga ega bo'lgan samolyotni yasashga harakat qilishadi. Lekin aynan ikki aka-uka bu ishni uddasidan chiqishadi. Va ular tarixga aka-uka Wrightlar nomi bilan kirishadi. Va ular unaqa katta professor yoki uchuvchi emas edi, oddiy velosiped ustalari edi. Lekin shunga yarasha ularning g'oyasi ham oddiy edi. Ya'ni velosiped ustiga qanot qo'yadi, orqasiga esa dvigatel qo'yadi va oldiga esa nazorat qilish uchun joy qilishadi. Va mana shu samolyot aynan havoda 12 soniya davomida 36 metr masofani bosib o'tgan. Lekin albatta bu ko'rsatkichlar juda kam hisoblanadi, lekin esdan chiqarmasligimiz kerak. 36 metr bo'lsa ham bu birinchi uchgan uskuna edi, ya'ni odamzod yaratgan. Dastlab ko'pchilik samolyotlarga jiddiy qaragan emas, chunki samolyotlar hali juda zaif edi va parvozlar juda qisqa davom etdi. Lekin vaqt o'tgach, aviatsiyasi sekin tajribadan haqiqiy sanoatga aylana boshladi. Shu sabab 1910-yillarga kelib, hukumatlar ham samolyotlarning imkoniyatlarini tushuna boshlashdi. Ayniqsa, harbiy sohada ular juda foydali bo'lishi mumkin edi. Va 1914-yilda mana shu samolyotlar juda kerakli rol o'ynagan. Chunki ular ayg'oqchilik, josuslik, boshqa davlatlarni kuzatish maqsadida ishlatilgan. Va jahon urushi sababli esa shunaqa kichkina samolyotlarni ishlab chiqaradigan kompaniyalar soni birdaniga oshib ketdi. Hamma samolyot ishlab chiqarishga harakat qilayotgan edi. Va ularning orasida albatta biz bilgan Boeing kompaniyasi ham bor edi. Mana bu insonga qarang. Uning ismi William Boeing hisoblanadi. Butun video davomida bu insonni Boeing janoblari deb aytayman va uning kompaniyasi esa Boeing kompaniyasi deb gapirib ketaman. Yoshi 28 da, o'zi asli germaniyalik bo'lgan inson edi. Uning ota-onasi juda boy bo'lishgan, ya'ni yog'och sanoatida biznes qilishgan va Boeing janoblariga juda katta meros qolgan, ya'ni u ham boy bo'lgan. Va u muhandis George Westerveld bilan tanishadi. Ikkalasi ham aviatsiyaga qiziqardi va birgalikda yangi samolyot loyihasi ustida ishlashga qaror qilishdi. 1916-yilda ular Seattleda kichik ustaxona ochadi. Bu joy keyinchalik mashhur bo'lib ketgan Red Barn deb atalgan bino edi. Hozirgi kunda Red Barn haligacha turibdi, lekin hozir muzey ko'rinishida turadi va men ham u yerga borib ko'rdim, butun muzeyni ko'rdim. Va Boeingga ko'p aloqador joylari bor bu muzeyda. Aynan mana shu Red Barn aslida birinchi yaxta ishlab chiqaradigan ustaxona bo'lgan va Boeing janoblari uni $1 evaziga, o'sha paytda $1 evaziga mana shu ustaxonani sotib oladi. Keyinchalik o'sha samolyot ishlab chiqarish bo'yicha katta odamlar yig'ib, o'sha kompaniyasini yurg'izishni boshlaydi. O'sha paytda ular o'zlarining birinchi samolyotini qurishdi. Bu samolyot keyinchalik BMW Seaplane deb ataladi. Samolyot suvdan uchib chiqadigan qilib loyihalangan edi. O'sha davrda bunday samolyotlar juda foydali hisoblanardi, chunki aeroportlar hali keng tarqalmagan edi. 1917-yilda kompaniya rasman tashkil etilib, dastlab u Pacific Aero Products deb atalgan. Oradan ko'p o'tmay kompaniya nomi o'zgartiriladi va yangi nom paydo bo'ladi. Bu nom keyinchalik Boeing Airplane Company edi. Shu paytda dunyoda biz aytib o'tgan muhim voqea sodir bo'ladi. AQSh Birinchi jahon urushiga kiradi va harbiy samolyotlarga talab keskin oshib ketadi. Bu Boeing uchun katta imkoniyat edi, chunki kompaniya AQSh dengiz kuchlari uchun o'quv samolyotlarini ishlab chiqara boshlaydi
Bu buyurtmalar yosh kompaniyaga tajriba va mablag' olib kelardi. Lekin aynan o'sha vaqtda urush tugagandan keyin aviatsiyada juda katta inqiroz paydo bo'ldi. Ya'ni urush tugadi va harbiy samolyotlarga bo'lgan buyurtmalar keskin tushib ketdi va o'sha samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyalar esa bo'shab qoldi. Va o'sha paytda Boeingga qiyinchilik kelgan edi. Ya'ni nima qilishni bilmayotgan edi. Va haligacha o'sha savolni o'ziga berardi, ya'ni samolyotni qanday qilib to'g'ri yo'lda ishlatish mumkinligi haqida. Va o'sha paytda tirik qolishligi uchun kompaniya mebel ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni mebel ishlab chiqarib, kun kechirib o'sha yashashga harakat qiladi. Bir 1920-yillarda Amerika hukumati pochta sanoatini kengaytirishga harakat qiladi. Va aynan o'sha vaqtda Boeing janoblari mana shu imkoniyatlarni ko'ra oladi va samolyotlarni pochta tashish maqsadida ishlatsa ham bo'lishligini u tushunib yetadi. Va aynan o'sha vaqtda Boeing kompaniyasi pochta tashuvchi samolyotlarni ishlab chiqarishga harakat qiladi. 1927-yilda Boeing havo pochtasi tashish bo'yicha muhim shartnomani qo'lga kiritadi. Shu davrda Boeing yangi samolyot yaratadi. Bu samolyot Boeing model 40 deb atalgan. Model 40 pochta tashish uchun ishlab chiqilgan edi, lekin unda bir necha yo'lovchi o'rindig'i ham bor edi. Shu sababli u bir vaqtning o'zida ham pochta, ham odam tashishi mumkin edi. Shu jarayonda yaratilgan yana bir muhim samolyotlardan biri bu Boeing model 80 edi. Bu samolyot avvalgi modellarga qaraganda kattaroq va qulayroq bo'lib, ko'proq yo'lovchi tashishga mo'ljallangan edi va yo'lovchilar soni 12 taga ham yetardi. Va aynan mana shu samolyotda dunyodagi eng birinchi styuardessa xizmatlari ko'rsatilishdan boshlangan edi. Lekin Boeingning o'shanaqa gullagan yoshlik chog'ida katta bulut keladi. Hugo Black. Mana bu insonni qarang. Mana shu inson diplomat bo'ladi va Amerika hukumatiga e'tiroz qiladi. Boeing kompaniyasi shubhali tarzda boyib ketgan va monopoliyaga qarab ketayotgan kompaniya. O'sha paytda Boeing United Aircraft and Transport Corporation deb nomlangan katta tizimning bir qismi edi. Bu tizim samolyot ishlab chiqarishdan tortib aviakompaniya xizmatlarigacha bo'lgan ko'plab yo'nalishlarni birlashtirgan edi. Bozorning 50%ni o'zi boshqarayotgan edi Boeing. Ham ishlab chiqaradi, ham odam tashiydi, ham pochta tashiydi, ham hamma narsani qiladigan katta kompaniya edi. Va Hugo Black aynan mana shu narsani oddiy yo'l bilan qilib bo'lmasdi. Bu qayerdadir korrupsiya qilgan yoki mana shu yomon yo'l orqali shu natijaga erishgan deb chiqadi. Va 1934-yilda AQSh hukumati yangi qonun qabul qiladi. Bu qonun aviatsiya sanoatidagi kompaniyalarni qayta tashkil qilishni talab qilardi. Va u qarorga ko'ra biron bir kompaniya har bir xizmatni alohida qilish kerak. Ya'ni ham ishlab chiqarib, ham odam tashiy olmaydi. Faqat ishlab chiqarishga yoki odam tashishga mo'ljallangan bo'lishi kerak edi. Bu qaror Boeing imperiyasini 3 qismga bo'lib yuboradi. Sharqiy qism United Aircraft kompaniyasiga aylanadi, harbiy qism esa samolyot ishlab chiqarishni davom ettiradigan Boeing Airplane Company bo'lib qoladi. Aviakompaniya esa alohida kompaniya sifatida tashkil etiladi va natijada bu kompaniya keyinchalik United Airlines nomi bilan mashhur bo'ladi. Shu tariqa Boeing o'zining katta tizimini yo'qotadi va yana faqat samolyot ishlab chiqaruvchi kompaniyaga aylanib qoladi. Bu voqea kompaniya asoschisi William Boeing uchun ham katta zarba bo'ladi. U hukumat qaroridan norozi edi va aviatsiya sanoatidagi siyosiy bosimlardan juda charchagan edi. O'zi qurgan imperiyasini 3 ga bo'lib yuborishdi va undan keyin Boeing janoblari bu sohadan butunlay chiqib ketishga qaror qiladi. O'zining bor aksiyalarini sotadi, kompaniyani boshqa insonga beradi va undan keyin o'zining hayotini yashashda davom ettiradi. Kompaniyaga esa yangi direktor keladi va uning ismi Egvet edi.
Va tabiiyki Ekvet janoblari Boeingning eng qiyin davrida keladi ishga va uni asrab qolish uchun qo'ldan kelgancha o'z ishini davom ettiradi. Ya'ni Boeing samolyot ishlab chiqarishni davom ettiradi. Lekin ular bilishmasdiki, ularning oldida juda katta bir voqealik sodir bo'lishini. Men ikkinchi jahon urushi haqida gapiryapman. Deutschland! 1939-yilda Germaniya Polshaga hujum qiladi va Ikkinchi jahon urushini boshlaydi. Va keyingi yillarda Germaniyaning armiyasi juda tez harakat qiladi. Ular Daniya, Norvegiya, Belgiya va Niderlandiyani egallaydi. 1940-yilda esa Germaniya Fransiyani ham bosib oladi. Shundan keyin Germaniyaning asosiy raqibi Buyuk Britaniya bo'lib qoladi. Agar nemislar Buyuk Britaniyani qo'lga kiritsa, ular Amerikaga juda yaqin bo'ladi. Ya'ni Islandiya orqali o'tib Amerikaga ham o'tib ketishligi mumkin edi. Shu narsadan qo'rqqach, Amerika Angliyaga yordam berishga harakat qiladi va rasmiy ravishda 1941-yil urushga qo'shiladi. Va bu vaqtda esa Boeing direktori Ekvet yangi samolyot ustida ishlayotgan edi. Va albatta bu harbiy samolyot edi. Uning nomi B-17 modeli edi. B-17 Boeing uchun juda muhim samolyot edi. Uni ishlab chiqarishdan asosiy maqsad AQSh armiyasining yirik harbiy shartnomasini qo'lga kiritish edi. B-17 uzoq masofaga uchadigan og'ir bombardimonchi samolyot bo'lib, mustahkamligi va katta jangovar yuk ko'tara olishi bilan tanilgan edi. Lekin sinov parvozlaridan birida B-17 prototipi halokatga uchraydi. Bu Boeing uchun katta zarba bo'ladi va asosiy buyurtma boshqa kompaniyaga beriladi. Lekin keyinchalik halokat sababini qidirishganda bu pilot aybi ekanligi topiladi. Lekin shunga qaramasdan harbiylar samolyot dizayni juda istiqbolli ekanini tushunib, Boeingga kichikroq buyurtma beradi. Lekin baribir vaqt o'tgach, Ikkinchi jahon urushi paytida Boeing o'sha B-17 samolyotlarini yana ko'proq sotishni boshladi. Ya'ni Amerika hukumatı baribir qaror qilishdiki, o'sha yangi kontrakt berishga va ko'proq buyurtmalar berishga qaror qiladi va Boeing o'sha payti yana gullashni boshlaydi. Faqat samolyotlarni ishlab chiqarib sotishga qarayotgan edi. Boeing zavodlari katta ishlab chiqarish markazlariga aylanadi. Minglab ishchilar kun-tun ishlaydi va zavodlar urush uchun samolyot ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Urush davomida minglab B-17 samolyotlari ishlab chiqariladi va bu samolyotlar Yevropa frontida juda katta urushlarda qatnashadi. Yana aytishimiz mumkinki, urush vaqtida Boeing juda boyib ketdi. Lekin urush tugagach yana yangi savol paydo bo'ladi. Harbiy buyurtmalar yana kamaydi. Endi Boeing kelajakda boshqa yo'nalishda izlashga majbur bo'lardi. 1950-yillarga kelib esa texnologiyalar o'zgarishni boshladi, odamlar aqlliroq bo'lishni boshladi va yangi ixtiro kashf qilindi. Bu reaktiv dvigatellar edi. Chunki oldin samolyotlar parraklar orqali uchardi. Hozir esa reaktiv dvigatellar paydo bo'ldi. Kompaniyalarning asosiy yangi vazifasi o'sha reaktiv bo'lgan dvigatellarni odam tashuvchi samolyotlarga qo'yish edi. Va bu juda katta va xavfli loyiha edi. Va aynan mana shu loyiha ustida Boeing kompaniyasi ishlashga qaror qildi. Agar bu narsa o'xshamasa, juda katta zararga kirib ketishi mumkin edi. Bu qarorning natijasi albatta Boeing 707 bo'ldi. Aynan shu model Boeing zamonaviy yo'lovchi aviatsiyasining markaziga olib chiqdi. Va o'sha aynan Boeing 707 samolyoti Boeing kompaniyasini dunyoga yanada tanittirdi desak bo'ladi. Chunki Boeing faqat Amerikada mashhur edi, lekin 707 orqali butun dunyo bu kompaniyani tanishni boshladi. Va aynan mana shu 707 samolyoti butun bir kompaniyaning obro'sini birdaniga tepaga chiqarib yubordi. Va bundan ruhlangan kompaniya esa yana bir katta loyiha ustida ishlashni boshladi. Va u keyinchalik Boeing 747 deb ataldi.
va Boeing 747 Boeing kompaniyasining faxriga aylandi va bu samolyot faqat Boeing kompaniyasi emas, balki butun aviatsiyani yangi bir bosqichga olib chiqdi desak bo'ladi o'sha paytda. Kompaniyaning samolyotlari butun dunyo bo'ylab ishlatildi. Boeing nomi xalqaro aviatsiyaning o'ziga aylandi. Hatto Boeing samolyotlari AQSh prezidentiga xizmat qiladigan maxsus parvozlarda ham ishlatildi. 21-asrga kelib aviatsiya yana o'zgara boshladi. Endi tezlikning o'zi yetarli emas edi. Samaradorlik, qulaylik va yangi texnologiyalar muhim bo'lib qolgan edi. Shu davrda Boeingning yana bir muhim modeli taqdim etilgan edi. Bu 787 Dreamliner edi. O'sha vaqt, ya'ni 2000-yillardan hozirgi yilgacha bunaqa katta bir voqea bo'lgani yo'q. Ya'ni kompaniyalar standart o'sha samolyotlarni ishlab chiqarishda davom ettiryapti. Kichik bir yangiliklar kiritadilik unaqa katta emas. Shu sababdan unaqa 2000-yillardan yog'ida katta boshqa o'zgarishlar yo'q edi. Va hozirgi kunda Boeing kompaniyasi dunyodagi eng katta kompaniyalardan biri va bularning hammasi bir paytlar samolyotning kelajagiga ishongan, unga amaliy maqsad topishga harakat qilgan bitta tadbirkorning qarashidan boshlangan edi.